Assalomu alaykum hurmatli Agroto Holdingsda ashaddiy obunachilar biz sezonga oldinroq tayyorgarlik ko'ramiz. Fermer akalarimiz qiynalib qolmasligi uchun mana biz apresküterlarimizni hozirdan qish havosida tayyorlab qo'yapmiz. Ertaga sezon boshlanishiga qiynalib qolmasligi uchun. Apresküterlar olib kelib qo'ydik. Mexanический gidravlika hamma xilidan bor. O'zi suv tortadiganlarigacha bor. Eng asosiysi farsunkalar juda baquvvat ishlangan, nержавичный trubkalar va asosiy qismlaridan biri buni ramas hisoblanadi. Ko'pchilik biladi, chunki dalada yurganda, silkillaganda sinib ketmasligi uchun baquvvat qilib ishlangan. Profillar zo'r, chunki o'ta qalin emas, o'ta yuqa emas. Chunki juda qalin bo'lib ketsa ham dalaning o'rtasida ariqdan oshayotgan vaqtda profillar sinib ketishi mumkin. Ikkita yomon 6 metrdan yon tomon 12 metrgacha zahvatda bemalol dorimi qanaqa preparat bo'lsa, dalaning ichidan maza qilib sepib yursa bo'ladi. Traktor tanlamaydi bilasizlar, 6 shlitsali kardanlarigacha bor. Xohlagan traktorga ulab ba'zan qilib ishlatsa bo'ladi. Yomkisi 600 litrlik, motorlari baquvvat, garantiya beramiz. Bemalol yerdan suvni sortib oladigan agregatigacha bor. Do'stlar, biz tayyorlab qo'yapmiz. Kimga apresküter oldindan kerak bo'lib olib qo'yaman deganlar uchun sezondan oldin arzon ham qilib beramiz. Xohlaganlarga variantga ham qilib beramiz. Telefonlar bor, aloqaga chiqsanglar, biz xohlagan sharoitda qilib beramiz.